Salom, men yana sizlar bilan Minecraftga qaytdim. Bugun sizlar bilan yana yangicha modda juvanya qilamiz. Eski videoyimni hech ko'rmabman. Mayli, endi bu safar ko'rasizlar degan umiddaman. Mana boshlaydik. Endi juvanyamizni boshlaymiz. Bu mod har xil ruda ana sizlar tanigan. Xullas youtuberlar işte. Hop, bu mod yangicha rudalar. Hop, mana biz juvanyamizni boshlab oldik. Ana sizlar yaxshi ko'rgan Dream haqiqiy emas, lekin skinni ko'rmaydi negadir. Hop, bu mod har xil rudalarni, har xil qilchilarni, yangicha aslahalarni modi. Xohlagan narsalardan, xohlagan bloklardan har xil kiyimlar, qilichlar bormi, xohlagan narsalarni yasaysizlar. Xohlaganlarni. Men kirib qolmam, hozir boshqa odam bo'ladi. Mayli, sizlarga bittaga aytaman. Ham videolarimda mana shu skinni tushiramanki, har xil, hamma videoimda har xil. Kommentariyada yozib qoldiringlar, o'qiyman hammanglarni fikrlaringizni. Yodlarimiz chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Ketganmi? Skinimiz kattaroqda. Hakamimiz. To'xtasa barq qolishni davom ettiramiz. Bu videoda maqsadimiz shunchaki yangi aslahalarni yasash yoki Ender Dragon yutish, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki Ender Dragon yuting deylar, yoki oddiy hamma aslahalarni yasab, ko'rstinglar, urushib, nimadir sayohatlar qilib yuringlar deylar. Kommentariyada xohlaganinglarni deylar. Hozir mana so'ng buni o'ldirib ko'ramiz, lekin o'zini o'ldirib ketdik. Xo'p, biza hamma yasak. Xo'p, biza endi mana bu yasagan qalalarimiz, daraxtlarimizni taxtaga aylantirib olamiz. Qarchi taxtami nima bu o'zi? Daraxtdan taxta bo'ladi, to'g'rimi? Endi herstak yasab, hamma narsaga soylik o'zimizga. Men bilmasdim unaki bu narsani. Bilgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shu Nether degani qadam. Nima edi? Xullas, shimshig'dan, nimadirdan. O'ldirsa ichidan shunaqa dumalar tushadi. Shulardan mana shunaqa yasasa bo'lar ekan, nima edi? Men qo'llasam, qani pakara. Ay, bu o'tirsam yosh pakara bo'lib qoladi. Bo'ldi, ishlatilgan ekan, tosh qo'llash kerak. Qo'y o'ldirishimiz kerak. Kirka bilan o'ldiramiz. Qo'y kalot yasolishimiz kerak. Mana biz ham tosh qo'la olaylik, lava bor ekan. Hozirlarga tushib ketmasa bo'ldi. Yo! Suvda tirildim lavadan keyin. O'yin qismidan kulyaptim mana. Mana shaxtada nima bor ekan bo'ldi. Shaxtam ekan. Qanaqa bir joy ekan. Xo'p, tezroq biz yangicha rudalarni topib nimadir qilishimiz kerak. Bitta dona anaqa topsak bo'ldi. Bitta dona men qo'y topsam bo'ldi. Kalor kelsash kerak lekin. Qolmabdi-ku.
Yürüyüp yürüyüp sonra. Toshni ketgazsa Ana ko'mir. Xullas, ujini bitta shaqqa tashladik. Toshli narsalarni ham soldik. Endi bu yerda qani chiqish yo'q, qattiq To'g'ri, bu ham bor. Sandu bor. To'g'ri, hammasi. Hafta bro. Mante şu. Bokda yetib olarsan. Xo'p, bizni pechka yasang endi agar tosh bo'lsa. Verstakim apke. Sanda ekan. Apke. Chiqib ket bo'ldingmi bu yoqdan? Tasha. Voy. Go'shimni qaynatib olib. Uyqu olib, shunga pishir. Shu qanaqa Keyin shaxta qo'lab, uymas loyza li narsa. Endi pechka ana ko'ryapsizlarmi? Har xil rudalar ko'mirli narsalarni yasasa bo'ladi. Mana nimadir yangi turdi. Magmali, qonli. Qonmas, to'g'rirog'i. Nima edi? Redstone. Ha, redstone. Mana bu ham ruda yangicha qo'shilgan. Ketdi shu yerda qolamoqchi. Mana bu olmosni emas. Bo'pti, bo'lsa pechka soling. Lik nima qilganini qilib. Qotib qoldim. Ovqatlarimizni pishiramiz. Qornimiz ochapti. Chiqib ketdi o'yindan u ham. Oh, chicken. Mayli, rahim. He. Xullas, tushdimikan pishib bo'pti. Cho'chqa qalabatda faqat qachon yangi churudi topamiz. Zo'ra shaxta topamiz bo'lsa. Endi ana qachon shark o'yinga balkim tushmasa kerak. Ana qo'y o'ldirib berdi kaka. Sezimni qanday shuni beradi. Narsani beraman. Bo'ladi. O'rgatgandan keyin bersa bo'ladi. Kechqurun ham tushyapti o'sha. Ana zo'ra shaxta topildi nihoyat. Yana suvli joy. Hamma yoq suv. Birorta shaxta ham yo'q. Endi qo'y bizga kerak emas.
otamga solamiz. Fakaram bor. Terib qolat qattadir. Oyunga qo'shildi ancha. Shuncha uxlayman. Mayli. Nechta kutamiz. Sharq kelyapti yasangiz. Nima yozib chiqarsan chetga. Qanchalardi? O'zim oldim-da. Zombilar hujum qilishga boshladi. Qani kelyapti? Bir. Yana zombi kelyapti. O'lding. Skelet o'ldi. Meni ham o'ldiradi hozir. Yorimta jonim qoldi. Himoya vertak kopchog'im bilan. O'ldim. Sandık. Kerakli qismi bafir. Mayli. Qo'zqorim kerak emas, kerak. Xullas, hozircha hech qanaqa ruda topilmayapti. Yana oldu. Yo'q, bitta. Tezroq shaxta topsa yaxshi bo'lardi, o'zi ham beqirib. Yana creeper buncha. Nima bo'ldi? Sen chit yozding, g'irromchilik qilma. Bitta jonim qolibdi. G'irromchilik qilmasdan o'yna. Bitta videoda ishlatmaganman, shuni bilmay obunachilarmi? Obunachilarga uratgan bo'lsa, bilib olinglar bu. Shunaqa kimdir buni shoh qo'ysa, chit soladigan qilib qo'ysa, Ender Dragon ham chit bilan yutadi bu. G'irromchilik qilib turamiz. Chit yozib zato narsalar olgansan-ku. Chit yozib olmaganman, sen ko'rmaysan, kanalni bilmaysan. Birga o'ynaganmiz-ku. Sen yo'qsan oxirgi. Video uzilib qolgani uchun sizlardan uzr so'rayman. Xo'p, bugungi videomiz birinchi qismi tugadi. Birinchi qismida yangicha rudalarni topib, bu almazlar oltin narsalar emas, bu yangicha rudali narsalar. Xullas, uzilib qolgani uchun sizlarga ko'rinmadi. Keyin agar mana shu videoga mayli, o'zi mana shu videoni ko'rsanglar ham katta gap. Mana shu videoga 30 ta like yig'ilsa, mana shuni keyingi qismini olishga harakat qilaman. Sizlarni YouTube beringlar ham chiqib ketdi xatlar. Hammaga xayr. Keyingi videolarni ham ko'ringlar, oldingi videolarni ham ko'rib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, meni yo'qotib qo'ymasliginglar uchun. Hammaga xayr.